Assalomu alaykum. Hurmatli pensionerlar, pensiya yoshiga yaqinlashayotgan fuqarolar va ota-onasining nafaqasi, pensiyasi to'lovlari bilan shug'ullanayotgan farzandlar. Bugun men sizlarga 1 avgustdan boshlab pensiyalar, nafaqalar, qo'shimcha to'lovlar va hujjatlar bo'yicha e'tibor berish kerak bo'lgan eng muhim masalalarni tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli, chunki bitta xato ariza, bitta yetishmayotgan hujjat yoki bank kartasi bo'yicha oddiy muammo ham pul kechikishiga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring, hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki men bu mavzuni oddiy tilda kimga nima tegadi, kim nimadan ehtiyot bo'lish kerak, qayerga murojaat qilish kerak, hammasini tartib bilan tushuntiraman. Avval ko'pchilik pensionerlar to'lov kelishini kutardi. Pensiya odatda belgilangan tartibda bank kartasiga tushadi yoki ayrim hollarda naqd shaklda yetkaziladi. Agar miqdor o'zgarsa, odamlar ko'pincha sababini keyin bilardi. Kimdir qo'shimcha to'lov olganini sezmay qolardi. Kimdir esa aksincha pul kam tushganini ko'rib xavotirga tushardi. Eng katta muammo shunda ediki, ko'pchilik pensiya faqat yoshga doir to'lov deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdoriga ish staji, ish haqi, qayta hisoblash, nogironlik holati, bo'g'uvchisini yo'qotganlik, parvarish puli, imtiyozlar, bank rekvizitlari, yashash joyi, hatto hujjatdagi bitta harf xatosi ham ta'sir qilishi mumkin. Endi avgustdan boshlab pensionerlar ko'proq e'tibor berish kerak bo'lgan davr boshlanadi. Men bu yerda eng muhim narsani alohida aytaman. Har qanday yangi to'lov yoki o'zgarish bo'yicha eng birinchi vazifa rasmiy ma'lumotni tekshirish, o'z pensiya ishida xatolik yo'qligini aniqlash va agar sizga qo'shimcha pul tegishi mumkin bo'lsa, vaqtida murojaat qilishdir. Chunki ayrim to'lovlar avtomatik hisoblanadi, ayrimlari esa faqat ariza, ma'lumotnoma yoki tasdiqlovchi hujjat bo'lsa beriladi. Mana shu farqni tushunmagan odam o'ziga tegishli pulni oylar davomida olmasligi mumkin. Oldingi tartibda ham pensiyalar qayta hisoblanishi, ustamalar qo'shilishi yoki ayrim to'lovlar to'xtatilishi mumkin edi. Masalan, pensioner ish faoliyatini davom ettirsa, ayrim ma'lumotlar ish beruvchi orqali tizimga kiradi. Nogironligi bor shaxsning muddati tugasa, tibbiy xulosa yangilanmasa, to'lovda muammo chiqishi mumkin. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik, pensiyasi olayotgan talaba o'qishni davom ettirayotganini tasdiqlamasa, pul to'xtashi ehtimoli bor. Bu yangilik emas, lekin amaliyotda ko'p odamlar buni kech biladi. 1 avgustdan e'tibor berilishi kerak bo'lgan asosiy o'zgarish shuki, to'lovlar bo'yicha nazorat, ma'lumotlarni solishtirish va bank orqali o'tkazmalar masalasida aniqlik muhim bo'ladi. Men pensionerlarga doim aytaman, pul kelmay qolsa, birinchi kuniyoq vahima qilmang, lekin jim ham o'tirmang. Bank kartangiz ishlayaptimi? Karta muddati tugamaganmi? SMS xabar yo'qilganmi? Plastik karta boshqa hisobga ulanib qolmaganmi? Shaxsiy ma'lumotlaringiz bazada to'g'rimi? Shularni tekshirish kerak. Ko'p hollarda muammo pensiya hisobida emas, bank rekvizitida bo'ladi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashovchi o'lim tekis yoshli ayol pensiyasini har oy 10 sanagacha olardi. Bir oy pul tushmadi. U darrov pensiya kamaydi deb o'yladi. Tekshirilganda bank kartasining muddati tugagan, yangi karta olingan. Lekin yangi hisob raqami to'lov tizimiga vaqtida bog'lanmagan. Natijada pul bekor bo'lmagan, shunchaki o'tkazma ushlanib qolgan. Bunday holatda pensioner bankka borib karta ma'lumotini aniqlashtiradi. So'ng pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki mas'ul tashkilotga murojaat qilib rekvizitni yangilatadi. Shundan keyin to'lov odatda keyingi o'tkazmada tiklanadi. Birinchi navbatda pensiya yoshiga endi chiqqanlar tekshirishi kerak. Chunki yangi tayinlangan pensiyada ish staji to'liq kiritilganmi? Arxiv ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Ish haqi davrlari hisobga tushganmi? Shuni bilish zarur. Ko'p odamlar pensiya tayinlangach berilgan summani taqdir deb qabul qiladi. Men esa bunday qilmaslikni maslahat beraman. Agar siz 30 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin tizimda 24 yil ko'rinsa, farq katta bo'lishi mumkin. Masalan, shartli ravishda aytaylik, bir fuqaroning barcha ish davri to'liq tasdiqlansa, pensiyasi 2.400.000 so'm atrofida chiqishi mumkin. Ammo ayrim yillar hujjat bilan tasdiqlanmasa, hisob 2.100.000 so'mga tushib qoladi. Bu o'yiga 300.000 so'm farq degani. Bir yilda 3.600.000 so'm. Shuning uchun hujjatni tekshirish mayda ish emas. Ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha pensiya yoki nafaqa olayotgan fuqarolar. Bu yerda eng muhim masala tibbiy ijtimoiy ekspertiza xulosasi muddati. Agar xulosa muddatli bo'lsa, vaqtida qayta ko'rikdan o'tish kerak. Aks holda to'lov to'xtab qolishi mumkin. Masalan,
fuqaroning nogironlik guruhi ilk avgustgacha amal qilgan bo'lsa, lekin u qayta ko'rikka kech bo'lsa, avgust to'lovi bo'yicha muammo yuzaga keladi. Keyin hujjat tiklansa ham ortiqcha yugurish, ariza, izoh kutish paydo bo'ladi. Shuning uchun men bunday fuqarolarga sanani telefon kalendariga yozib qo'yishni, farzandlariga ham eslatishni tavsiya qilaman. 3-guruh o'quvchisini yo'qotganlik to'lovi olayotgan oilalar. Bu ayniqsa talabalarga tegishli. Agar farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ayrim hollarda o'qishni tasdiqlovchi ma'lumot talab qilinadi. O'qishdan chetlashtirilsa, akademik ta'til olsa yoki ta'lim shakli o'zgarsa, bu to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Bu holatda sir tutish foyda bermaydi. Chunki ma'lumot baribir tekshiriladi. Agar ortiqcha pul to'langan deb topilsa, keyin qaytarish talabi chiqishi mumkin. Shuning uchun vaziyat o'zgargan zahoti xabar berish to'g'ri yo'l. 4-guruh 2000 yoshdan oshgan pensionerlar va parvarishga muhtoj keksalar. Ayrim toifadagi shaxslarga parvarish bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar yoki ustamalar nazarda tutilgan bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma qachon yoshga kirgan odamga avtomatik tushadi degani emas. Ba'zi holatlarda tibbiy xulosa parvarish qiluvchi shaxs haqidagi ma'lumot, yashash joyi, qarindoshlik yoki boshqa shartlar muhim bo'ladi. Shu sababli keksaning farzandlari yoki yaqinlari uning hujjatlarini bir marta to'liq ko'rib chiqishi kerak. Pasport ma'lumoti, pensiya daftarchasi yoki elektron ma'lumot, nogironlik hujjati, bank kartasi, yashash manzili, telefon raqami. Agar siz pensiyani muntazam olayotgan bo'lsangiz, kartangiz ishlayotgan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, nogironlik muddati tugamagan bo'lsa, yangi ishga kirmagan yoki o'qish holati o'zgarmagan bo'lsa, ortiqcha vahima qilish shart emas. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men pensionerlarga kamida yiliga bir marta o'z pensiya ma'lumotini tekshirtirishni maslahat beraman. Ayniqsa ish staji bo'yicha eski korxona, arxiv, harbiy xizmat, tug'ruq ta'tili, bolani parvarishlash davri, chet eldagi ish davri kabi masalalar bo'lsa, bu hujjatlar keyin topilishi qiyinlashadi. Misol uchun, 62 yoshli erkak kishi pensiyaga chiqqanidan keyin 1960-yillardagi zavoddagi 5 yillik ish staji hisobga olinmaganini bilib qoladi. Zavod yopilgan, arxiv boshqa joyga o'tgan. Agar u bu masalani pensiyaga chiqishdan oldin boshlaganda, hujjatni tezroq topardi. Endi esa arxivga so'rab, eski mehnat daftarchasi, guvohlarning ma'lumoti sud orqali tasdiqlash kabi murakkab yo'lga ehtiyoj tug'ilishi mumkin. Shuning uchun bugun tekshirish ertangi muammoni kamaytiradi. Ko'pchilik yangi to'lovlar deganda hamma pensionerga alohida pul tushadi deb o'ylaydi. Men buni aniq tushuntiraman. Har bir to'lovning o'z sharti bor. Ba'zi to'lovlar pensiya miqdorining oshishi shaklida bo'ladi. Ba'zilari ustama sifatida beriladi. Ba'zilari ijtimoiy nafaqa yoki kompensatsiya bo'lishi mumkin. Ba'zilari faqat ma'lum toifa uchun nogironligi bo'lganlar, yolg'iz keksalar, urush yoki mehnat faxriylari, kam ta'minlangan oilalar, o'quvchisini yo'qotganlar, parvarishga muhtoj shaxslar. Shuning uchun qo'shnim oldi. Men nega olmadim degan savolga javob ko'pincha shartlarda bo'ladi. Masalan, 2 pensioner bir mahallada yashaydi. Birinchisi yoshga doir pensiya oladi. Sog'lig'i bo'yicha alohida xulosa yo'q. Farzandlari bilan yashaydi, kartasi faol. Ikkinchisi esa 2 guruh nogironligi bor, yolg'iz yashaydi va parvarish bo'yicha alohida hujjati bor. Ularning to'lovi bir xil bo'lmasligi tabiiy. Yoki bir ayol 35 yil rasmiy ishlaydi, ikkinchi ayolning ish staji 12 yil. Qolgan davrlar hujjat bilan tasdiqlanmagan. Ularning pensiyasida farq bo'ladi. Bu adolatsizlik deb ko'rinishi mumkin. Lekin pensiya hisobida asosiy mezon tasdiqlangan staj va tasdiqlangan daromaddir. Keling, oddiy hayotiy vaziyatlarni ko'rib chiqamiz. Birinchi vaziyat. Pensionerning pensiyasi 2.300.000 so'm. U avgustda 2.300.000 emas. 2.170.000 tushganini ko'rdi. Bunday paytda birinchi savol, qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi? Ba'zan sud qarori, aliment, kredit bo'yicha majburiyat, ortiqcha to'langan summani qaytarish kabi sabablar bo'lishi mumkin. Ikkinchi savol, to'lov to'liq tushdimi yoki qisman tushdimi? Bank ilovasida ko'rinayotgan summa bilan pensiya jamg'armasi hisobidagi summa bir xilmi? Uchinchisi, avvalgi oyda ortiqcha to'lov bo'lganmi? Mana shu savollarga javob topmasdan turib, pensiyani kesib tashlashdi deb xulosa qilish noto'g'ri. Ikkinchi vaziyat, pensionerga odatda 2.800.000 so'm tushadi. Avgustda 3.500.000 tushdi. Bu ham darrov doim shunday bo'ladi degani emas. Bu qayta hisoblash, oldingi oy uchun qo'shimcha, kechikkan ustama
yoki bir martalik to'lov bo'lishi mumkin. Shuning uchun ko'paygan pulni ham tushuntirish kerak. Chunki ba'zi hollarda tizim xatosi bilan ortiqcha pul tushsa, keyin qaytarish talab qilinadi. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'rganman. Odam pulni ishlatib yuboradi. Keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilsin degan talab keladi. Shuning uchun tushum sababi aniq bo'lmaguncha bankdan va mas'ul bo'limdan izoh olish foydali. Uchinchi vaziyat, pensioner ishlashda davom etadi. U ish haqi ham oladi, pensiya ham oladi. Bu yerda ish beruvchi tomonidan ma'lumotlar to'g'ri topshirilishi muhim. Agar rasmiy daromad, soliq hisobotlari, mehnat shartnomasi ma'lumotlari noto'g'ri kiritilsa, keyinchalik qayta hisoblashda savollar paydo bo'ladi. Ishlayotgan pensioner o'z ish beruvchisidan hujjatlar tartibli yuritilishini talab qilishi kerak. Chunki buni buxgalter biladi deb yurish keyin fuqaroning o'ziga qimmatga tushadi. Eng birinchi xato hujjatdagi ism familiya farqi. Masalan, pasportda O'g'loy deb yozilgan. Eski mehnat daftarchasida Ugloy yoki boshqa yozuv bo'lishi mumkin. Lotin, kiril, apostrof tug'ilgan sana, otasining ismi farqi pensiya hisobida muammo tug'diradi. Bunday holatda hujjatni o'zboshimchalik bilan to'g'rilab bo'lmaydi. Kerak bo'lsa arxiv ma'lumoti, FHDY hujjati, ish beruvchi tasdig'i yoki sud tartibida aniqlik kiritiladi. Ikkinchi xato, men og'zaki aytganman degan yondashuv. Davlat to'lovi bo'yicha har bir muhim murojaat yozma yoki elektron iz qoldirishi kerak. Agar siz bank rekvizitini almashtirsangiz, manzilingiz o'zgarsa, nogironlik hujjatingiz yangilansa, o'qish holati o'zgarsa, buni rasmiy tartibda bildiring. Og'zaki aytilgan gap keyin isbot bo'lmaydi. Uchinchi xato, boshqa odamga karta berib yuborish. Keksalar ba'zida kartasini qo'shniga, tanishga, uzoq qarindoshga berib qo'yadi. Bu juda xavfli. Karta, PIN kod, SMS kod, bank ilovasi, paroli begona odamga berilmasligi kerak. Agar farzand yordam bersa ham, hamma operatsiya pensioner roziligi bilan va tushunarli tarzda bo'lishi kerak. Pul yechilgandan keyin kim oldi degan bahsni isbotlash qiyin. To'rtinchi xato, firibgarlarning qo'ng'iroqlariga ishonish. Hozir sizga yangi to'lov chiqdi. Avgustdan qo'shimcha pul olasiz. Kartangizni tasdiqlang, SMS kodni ayting deb qo'ng'iroq qiladiganlar ko'paygan. Men qat'iy aytaman. Hech qaysi rasmiy tashkilot sizdan telefon orqali karta paroli, SMS kod, bank ilovasi parolini so'ramaydi. Agar shunday qo'ng'iroq bo'lsa, darhol aloqani uzing. Kerak bo'lsa, bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Beshinchi xato, kech murojaat qilish. Ba'zi to'lovlar o'tgan davr uchun qayta hisoblanishi mumkin. Ba'zilarida esa muddat bor. Masalan, kerakli hujjatni 6 oy kech topshirsangiz, hamma davr uchun to'lanadimi yoki ariza bergan kundan hisoblanadimi? Bu to'lov turiga bog'liq. Shuning uchun keyin boraman degan gap pensiya masalasida yaxshi emas. Ayniqsa kasallik, nogironlik, parvarish, o'quvchisini yo'qotish kabi holatlarda har bir oy muhim. Endi nima qilish kerakligini aniq aytaman. Birinchi qadam, pensiya tushadigan bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? SMS xabar ishlayaptimi? Bank ilovasida hisob raqam to'g'rimi? Agar ilovasida hisob raqam to'g'rimi? Yangi karta ma'lumoti pensiya to'lovi uchun yangilanganiga ishonch hosil qiling. Bankdan hisob rekvizitini olib qo'yish foydali. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, GSHR raqami, pensiya tayinlanganligi haqidagi ma'lumot, mehnat daftarchasi arxiv ma'lumotlari, harbiy xizmat hujjati. Nikoh yoki familiya o'zgargan bo'lsa, FDY hujjatlari, nogironlik xulosasi, bank rekvizitlari alohida papkada tursin. Keksalarning farzandlari bu papkani bir marta tekshirib, yetishmayotgan hujjatlarni ro'yxat qilib chiqishi kerak. Uchinchi qadam, o'z pensiya miqdoringizni solishtiring. Oxirgi 3 oyda qancha pul tushganini yozib chiqing. Masalan, iyunda 2 million 5 ming, iyulda 2 million 5 ming, avgustda 2 million 620 ming tushdi. Farq nima uchun? Qayta hisobmi? Ustamami bir martalik to'lovmi? Agar tushuntirish bo'lmasa, mas'ul bo'limdan ma'lumot oling. Pul kamaysa ham, ko'paysa ham sababini bilish kerak. To'rtinchi qadam, murojaatni to'g'ri qiling. Siz yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga, mahalla orqali ijtimoiy xizmatlarga, yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron murojaatga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilishingiz mumkin. Murojaatda pensiyamni tekshirib bering deb umumiy yozishdan ko'ra, aniq yozing. Mening pensiya miqdorim avgust oyida o'zgardi. O'zgarish sababi bo'yicha yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Yoki mehnat stajidagi falon yillar hisobga olinmaganini tekshirishni so'rayman. Aniq savolga aniq javob olish osonroq.
Beshinchi qadam. Barcha javoblarni saqlang. Agar sizga yozma javob berilsa, uni papkaga soling. Elektron murojaat bo'lsa, raqamini saqlang. Bankdan ma'lumot olsangiz, sana va xodimning izohini yozib qo'ying. Keyin nizo chiqsa, men murojaat qilganman degan gapni isbotlash uchun shu ma'lumotlar kerak bo'ladi. 6-qadam. Agar pensiya hisobida xato bor deb o'ylasangiz, darhol dalil yig'ing. Eski mehnat daftarchangizda murt ko'rinmay qolgan bo'lsa, ish beruvchi vorisi yoki arxidan ma'lumot oling. Korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuboriladi. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Agar tug'ilgan sana har xil yozilgan bo'lsa, fadiyya yozuvlari asos bo'ladi. Bularning hammasi vaqt oladi. Shuning uchun ishni erta boshlang. 7-qadam. Oilada bitta mas'ul odamni belgilang. Ko'p oilalarda ota-onaning pensiya ishiga hamma aralashadi, lekin hech kim oxirigacha mas'ul bo'lmaydi. Natijada hujjat yo'qoladi, karta kimdadir qoladi, SMS boshqa telefonga boradi. Eng to'g'ri yo'l pensionerning o'zi biladigan, ishonadigan bir farzandi yoki yaqin qarindoshi hujjatlar va murojaatlarni tartibga solsin. Lekin pul ustidan nazorat pensionerning roziligi bilan bo'lishi shart. Agar sizga avgustdan hammaga falon miqdorda pul beriladi deyishsa, darhol ishonmang. Har doim manbani so'rang. Rasmiy qaror bormi? Qaysi toifaga tegishli? Ariza kerakmi? Muddat bormi? To'lov avtomatikmi yoki hujjat asosidami? Shu savollarni bermasdan xulosa qilmaslik kerak. Internetda sarlavhalar ko'p bo'ladi, lekin real hayotda to'lov faqat qonuniy asos va tizimdagi ma'lumot bilan beriladi. Agar sizga hujjatingizni tezlashtirib beraman, pulingizni ko'paytirib beraman deb pul so'rashsa, ehtiyot bo'ling. Pensiya hisobini faqat vakolatli organlar rasmiy hujjatlar asosida o'zgartiradi. Hech kim tanish-bilish orqali qonunsiz pensiyani oshirib bera olmaydi. Aksincha, bunday ish keyinchalik ortiqcha to'lov, jarima yoki boshqa muammoga olib kelishi mumkin. Agar pensiyangiz kechiksa, avval bankni tekshiring, keyin mas'ul tashkilotga murojaat qiling. Ba'zida umumiy texnik kechikish bo'lishi mumkin. Ba'zida faqat sizning hisobingizda muammo bo'ladi. Farqni aniqlash uchun qo'shnilardan so'rash yetarli emas. Sizning hujjatingiz, kartangiz, manzilingiz alohida holat. Agar siz boshqa viloyatga ko'chgan bo'lsangiz, yashash manzilingizni rasmiylashtiring. Manzil o'zgarishi ayrim xizmatlar va to'lovlarni olish tartibiga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa yolg'iz keksalar, parvarishga muhtojlar, ijtimoiy yordam oluvchilar uchun mahalla va tun bo'yicha ro'yxat muhim. Men pensionerlarga va ularning farzandlariga quyidagi tartibni tavsiya qilaman. Avvalo, avgust oyidagi tushumni ko'ting va aniq summani yozib oling. Keyin oldingi oy bilan solishtiring. Farq bo'lsa, darhol sababini aniqlang. Hujjatlaringizni tekshiring. Agar karta o'zgargan bo'lsa, bank rekvizitini yangilang. Agar sog'liq holati, nogironlik muddati, o'qish holati, yashash manzili yoki familiya bo'yicha o'zgarish bo'lsa, buni rasmiy tartibda bildiring. Agar pensiya kam hisoblangan deb o'ylasangiz, staj va ish haqi davrlarini qayta tekshirtiring. Oddiy misol, siz 25 yil ishlaganman deb bilasiz. Lekin pensiya hisobida 20 yil ko'rsatilgan bo'lsa, bu juda jiddiy masala. Yana bir misol, sizning onangiz taqim yoshdan oshgan doimiy parvarishga muhtoj, lekin hech qachon parvarish bo'yicha murojaat qilinmagan. Demak, oilada hujjatlar o'rganilishi kerak. Yana bir holat, otangiz pensiyani kartadan oladi, lekin SMS xabar sizning telefoningizga keladi. Bu qulay ko'rinishi mumkin, ammo pensionerning o'zi ham qancha pul tushganini bilishi kerak. Shaffoflik oilada ham, davlat organlari bilan munosabatda ham muhim. Bugun men sizlarga avgustdan boshlab pensionerlar nimalarga tayyor turish kerakligini, yangi to'lovlar deganda nimani tushunish lozimligini, kimlar albatta hujjatlarini tekshirtirishi kerakligini va qaysi xatolar pul kechikishi yoki kamayishiga olib kelishini batafsil tushuntirdim. Eng muhim xulosa shuki, pensiya va nafaqa masalasida kutib o'tirish emas, tekshirish, aniqlashtirish va rasmiy murojaat qilish kerak. Sizga tegishli pulni olish uchun hujjatlaringiz to'g'ri, bank rekvizitingiz faol, ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lishi shart. Agar sizning pensiyangiz avgust oyida o'zgargan bo'lsa, kommentariyada yozing. Qaysi viloyatdansiz? Pul ko'paydimi yoki kamaydimi? Muammo bank kartasidami yoki hujjatdami? Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarni alohida tahlil qilib beraman. Videoni yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat keksalarning o'ylab sarson bo'lishining oldini olishi mumkin. Kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying va yangi ma'lumotlardan bexabar qolmang.